Aylanib ketay. Meni xafa qilmang. Biraman shunday qarg'ayman. Faqat o'ylab yurasiz. Nima ish qildim, kimni xafa qildim, kimni ko'nglini og'ritdim, nima meni ishlarim faqat orqada ketyapti deb vechna mana shu narsani o'ylab yurasiz. Meni xafa qilmang shuning uchun. Aylanib ketay. Jafar o'g'lim haromni qarisa onangni topdi. Lutfullo akaning fintlarini birinchi marta ko'rganimda, u aniq braziliyalik bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Uning fintlarini o'rganmoqchi bo'lib ko'p harakat qildim, lekin tushundimki, Lutfullo To'rayev tug'ma iste'dod. Agar Lutfullo aka Braziliyada tug'ilganda nari borsa DJ bo'lardim, chunki u bor joyda menga non yo'q. Lutfullo To'rayevning tezligi Ferrari'ni yodga soladi, to'g'risi. Bir marta men ham urinib ko'rdim, lekin faqat soyamni ortda qoldirdim xolos. Xayrullo Hamidov to'g'ri aytgan. Lutfullo akaning fintlari menda ham topilmaydi. Nasib qilsa Lutfullo aka bilan bir choyxona tashkil qilib, aka-uka miriqib guringlashamiz. Ko'rdingiz-a? Bu fint Neymarda ham topilmaydi. Mana, hop, qarang, e'tibor bering. Aldada bu keyingisi. Xotin mol qanaqa chichadi? Yopaloq, Qo'y qanaqa chichadi? dumaloq. iPhone kompaniyaning direktori kim? Bilmayman. Ko'rding, buxdan boshqa hech narsani bilmaysan. Qaynatam gapi esa. Joningizdan. Alaykum. Mana akam kelgan ekan. Rossiyadan kelgan ekan. Qadi? Zelnagrad Gobojilishning traktorchilar kim otpuskaga kelsa, kelib vizit qabul qilaverasizlar. Bo'ldi. Davay. O'zi aka Zelnagrad Gobo. aka o'zi Hiloldan. Hiloldanmi? Otingiz nimada? Jo'rabek. Jo'rabek 2005 mi? 2005 da ham bo'laveradi. Da o'ring. Zelnagrad Rossiyadan. Aka tolga ichgan abdalamas. 2756. Молодец! Bo'ladi akonni. Mahalladoshlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana kuchuk kimniki? Bizni kuchukni yo'ldan urayapti. Olib ketsin shu kuchuk kimniki bo'lsa, bunisi. Mana qora bizniki. Hozir men sizlarga oyoq kiyimlarni oyog'ingizga to'g'ri kiyishni o'rgataman. Ko'rib o'rganib olinglar. Oyoq kiyimni mana bunaqatiga turgan bo'lsa, oyog'inglar bilan bunday to'g'rilaysizlar. O'ng oyog'inglar bilan birinchi o'ng oyoqni kiyasizlar mana. Endi chap oyog'inglar bilan chap oyoq kiyim kiyasizlar. Mana xuddi shunday kiyasizlar. Keyin oyoq kiyimlarni uyingizga mehmon keladi-yu, oyoq kiyimni olib mana bunday qo'yib qo'yasizlar. Bunday eshik tarafga. Tezroq ketadi mehmon. Keyin bilan sporlashib qoldik-da. Agar ikkalamiz cho'kayotgan bo'lsak, shunda meni qutqarasiz. Men sinizman, to'g'ri. Men shunaqa deb karalab qo'ydim lekin. Ikkala cho'kor boshqa kerak topmaganman. Instagramga kirgani ham o'sha vaqt bo'lmayapti akalar, soqol qaranglar. Soqol do'st turyapsan, sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, zayba. Soqol do'st turyapsan. Po'lat aka 3 marta chiqirdi. Sog' bo'laysan. Buni taniysan buni? Ha. U bratda bu gaplar ekan. Молодец, ijod zo'r. Ya, tomi ketgan bo'lsa ham zo'r gaplar. Haqiqatda через yumor orqali hazil orqali yetkazib beradi, zo'r. Shut bering. Alo. Ha? Onam kasal bo'ldi. O'zi borim. O'tiring matilar. Ha, sen onam kasal bo'ldi. Ha, yaxshi, qaranglar. Turol boring, bormayman. Mo'miniki, sizga betmoqchi edim. Biz siz bilan birga bo'la olmas ekanmiz. Mana o'zingiz baxtli bo'ling. Yo, to'xta. Hali pushaymonsan. Sizni yangi boshliq chaqiryapti. Nimaga? Tez kiring oldilariga. Tinchlikmi? Nima qildim? Mumkinmi? Mo'min aka? Hali o'zgaraman deganmidim.
Men oilada katta farzandman. Hech kimga atchot toshilmayman. Xohlasam kechasi kelaman, xohlasam kelmay ham turaman. Xohlaganim qilaman. Men oilada kichkina farzandman, men dadamdan keyingi o'rinda turaman. Men aytganim aytgan, deganim degan. Men Karolman, korotchi. Men anaqa oilada o'rtancha farzandman. Hammani aytganini qilaman. Даже ota-onam meni boqib olgan bo'lsa ham kerak. Meni даже odam o'rnida ham ko'rishmaydi. Voy, tursiga men qo'y. Hozir.